Bu haqida eshitmagan ekanman. Nechinchi yilda bo'lgan bu? Kam mehnat qilib, lekin ko'p mehnat qilganlarni rezultatiga erishib qo'yaveradigan holat bo'ldi. Nima uchun misol uchun sizlardan olishmaydi bu ishlab chiqaruvchilar anaqa tan narxi masalasi bo'yicha muammomi? Sizlar analitik kimyogar, fizik kimyogar bo'lmanglar, sizlar kimyogar bo'linglar, ya'ni ximik bo'linglar. 100 yil neft asri bo'ldi dedik. Endi cheklash bo'lyapti. Neftdan foydalanishni qisman cheklash amalga oshib boshlayapti. Endi nima asrga o'tyapmiz? O'zbekistonda maza qilib ilm-fan bilan shug'ullanish uchun nima to'siq bor o'z olimlarimizga? Umuman yangilik qilish qiziq. Yangilikka bo'lgan qiziqish, yangilikka bo'lgan ishtiyoq meni ilmda qoldirgan deb o'ylayman-da. Xo'p, Islom aka, xush kelibsiz. Bu o'zi ko'rsatuvni olishdan maqsad, bu suhbatlarni olishdan maqsad o'sha ilm-fan bilan shug'ullanib yurgan o'zbekistonliklarni, o'zimizni qora ko'z olimlarni ommaga tanitish asosiy ko'zlangan maqsad. Endi biz sizni biroz bo'lsa ham yaqindan taniymiz. Sizni tanimaganlar uchun, omma uchun bir o'zingizni tanishtirsangiz, biz bilganimiz siz Polimerlar fanlar akademiyasi qoshidagi o'sha Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti bosh ilmiy tadqiqotchi mutaxassislardansiz. Juda ham ko'p ilmiy loyihalarda qatnashgansiz. O'zingiz haqingizda qisqacha aytib bersangiz. Men ismim Islom Turdiqulov. 1993-yilda Sirdaryo viloyatida Xovos tumanida tug'ilganman. O'zimizni qishloq maktabini bitirgandan keyin imtiyozli attestat bilan keyin Yangiyer akademik litseyiga o'qishga qabul qilindim. Kimyo biologiya yo'nalishiga. Bu yerda olimpiadachisi bo'ldim, muvaffaqiyatli bitirdim. Yani undan keyin o'sha yerda rahmatli ustozimiz Yusuf Aliqul aka bizni kimyo ilmiga qiziqtirdi. Keyin menda o'sha ximik, kimyogar olim bo'lishni qalbimda uyg'otdi shu inson. Keyin o'sha kimyogar olim bo'lish uchun O'zbekiston Milliy universiteti kimyo fakultetiga o'qishga kirdim. 2012-yilda shu bizning territoriyamizda eng yaxshi kimyo ilmi o'rganiladigan muassasalardan bittasi shu edi. Ya'ni mutaxassislik yo'nalish nuqtai nazaridan. Keyin u yerda o'sha professor ustozlar bilan tanishdik. O'sha yerda kimyoni asosiy bizda mavjud bo'lgan fundamental bilimlarni chuqurlashtirib uski ximiyaga kirib keldik. Undan keyin taqdir taqozosi bilan nima bo'ldi? Fanlar akademiyasiga bo'lgan e'tibor pasaydi-da o'sha Karimov davrida va Fanlar akademiyasini ilmiy tadqiqot institutlarini, yadro fizikasi institutini, hozir biz ishlaydigan Polimerlar kimyosi fizikasi institutini O'zbekiston Milliy universitetini qoshiga o'tkazib qo'yishdi bir muddatga. O'sha meni bu haqida eshitmagan ekanman. Nechinchi yilda bo'lgan bu? 2000 biz student paytimizda o'sha o'tib bo'lgan. Ya'ni O'zbekiston Milliy universiteti qoshidagi Polimerlar kimyosi fizikasi instituti emas, ilmiy O'zbekiston Milliy universiteti qoshidagi Polimerlar kimyosi va fizikasi ilmiy tadqiqot markazi sifatida faoliyat yuritgan. 2012-2013-yillarda deyapsiz. 13-14-yilda hamda 14-15 keyin o'z-o'zidan Milliy universitet tasarrufiga o'tkazilgandan keyin Milliy universitet kimyo fakultetidan talabalarni u yerga jalb qilish boshlandi. O'sha orada men Fanlar akademiyasi o'sha Polimerlar kimyosi fizikasi instituti ilmiy tadqiqot markazidagi bugungi kundagi rahbari ustozimiz professor Ataxanov Milliy universitetda kimyo fakultetining domlalaridan iqtidorli talabalar so'ralgan. Keyin meni tavsiya qilishdi, shu yoqqa bordim. Shu bilan hayotimiz shu polimerlar kimyosi, umuman ximiyani ilmiga yo'nalib ketdi-da. O'zi siz bu narsalarni osongina shunchaki sirliq qilib o'tib ketgandek aytib beryapsiz. O'zi qayerda tug'ilgansiz? Maktab davrlarida o'zi aynan kimyoga qiziqishingiz, kimyo fanidagi ustozingiz yoniga ham shunchaki borib qolmagandisiz? Umuman maktab davrida menda odatda kimyoga emas, matematikaga bo'lgan
qiziqish yuqori edi. Nimagaki o'zim tog'am matematikadan abituriyent tayyorlaydigan, o'zimizni atrofimizni, o'zimizni territoriyani katta o'qituvchilaridan bittasi. U kishi o'zi tog'am bo'lgandan keyin xohlasam xohlamasam men yaxshi o'qiyman matematikadan. Matematikaga bo'lgan qandaydir qobiliyatim bo'lgan shekilli, matematikadan rosa yaxshi qabul qilardim. Keyin kimyoga o'tganimizdan keyin kimyoning aksariyat holatlari matematik hisob-kitoblarga asoslanar ekan. Qabul qilish juda tezlashib ketdi. O'zim bilmagan holatda kam mehnat qilib, lekin ko'p mehnat qilganlarni rezultatiga erishib qo'yaveradigan holat bo'ldi. Chunki matematika baza yaxshi bo'lgani uchun deyishdi. O'sha paytda ustozlar shunaqa bo'lsa kerak. Tushunarli. Siz anaqa Sirdaryoni qayerdansiz? Sirdaryoni Xovos tuman, Sirdaryo viloyatining Xovos tuman. Xovos tumanida. Anaqa maktabni ham, litseyni ham o'sha yerda o'qigansiz? Maktabni Xovos tumanini o'zimiz qishloq maktabda, 7-maktabda. Litseyni Yangi akademik litseyda. Maktab ixtisoslashgan maktab emas. Yo'q, oddiy maktab. Oddiy maktab. Shunday biz siz bilan birinchi tanishgan nuqtamiz o'sha 2012-yilda kimyo fanini respublika olimpiadasida tanishganmiz. Shunaqa. Tushunarli. Hozir ayni paytda nima ishlar bilan bandsiz? Ayni paytda asosiy ish joyimiz bir nechta. Chunki olim inson ham ilmiy, ham pedagogik faoliyat bilan shug'ullanamiz. Chunki olimlikda, ilmiy markazlarda biz yangi ilmlar o'rganamiz. Oliy ta'lim muassasasida yangi o'rgangan narsalarimizni boshqa yosh o'qituvchilarga, talabalarga, magistrlarga, aspirantlarga o'rgatishga harakat qilamiz. O'shaning uchun qisman dars, qisman oliy ta'lim muassasasi Toshkent kimyo texnologiya institutining Yangiyer filialida kimyo texnologiyalar kafedrasida dotsent lavozimida faoliyat yuritaman. Bu yerda talabalarga dars o'taman. Undan tashqari O'zbekiston Fanlar akademiyasini boya aytib o'tgan Polimerlar kimyosi fizikasi institutida ilmiy faoliyat bilan shug'ullanamiz. Ilmiy loyihalar bilan ishlaymiz. Endi boshlayotgan loyihamiz xabaringiz bor. Qanot ilmiy tadqiqot instituti. Bunga ham xudo xolasa kelamiz. O'zi mana Islom aka, bu yerda siz bilan gaplashib turishimiz, misol uchun ko'p ustozlar bor, dars berib yurgan, ko'p professor o'qituvchilar bor. Lekin bu yerda siz bilan gaplashib turib, aynan mana shu qanot ilmiy tadqiqot instituti loyihalarini boshlab, boshqa loyihalarni boshlashga sababchi bo'lgan asosiy nuqtalardan bittasi sizni ilmiy tadqiqotlar bilan chuqur shug'ullanishingiz, O'zbekistonda yetakchi ilmiy tadqiqotchi olimlardan ekanligingiz, shu paytgacha juda ham ko'p anaqa grant dasturlari, boshqa loyihalarda g'olib bo'lganligingiz bizani mana shu joygacha olib kelgan. Undan tashqari mana shu O'zbekistonda ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirishga bo'lgan bir sizni g'ayratingiz, sizni harizligingiz bizani yana ham birlashtirgan, yangi loyihalar qilishdi. Keling, mana shu ilmiy tadqiqotlaringiz haqida bir aytib bersangiz, nimalar bilan shug'ullanyapsiz? Aynan mavzularingiz nimalardan iborat? Birinchi o'sha boya aytib o'tdim. Bakalavr davrimdan beri bakalavr bitiruv malakaviy ishimni ham hozirgi Polimerlar kimyosi fizikasi instituti rahbari, direktori professor Ataxanov Abdumutolib ustozni qo'llarida boshlaganmiz. O'shandan beri bakalavr bitiruv malakaviy ishimizni magistrlik dissertatsiyasi ko'rinishda va uni davom ettirgan holatda PhD kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasi olish uchun dissertatsiya ishi darajasiga olib chiqishga Xudoyim fazl berdi. Bunda nima bo'ldi? O'sha birinchi asosiy qilgan ilmga qanday ilmni birinchilardan bo'lib qanday boshlaganimiz haqida aytib bersam, Jizzax plastmassa zavodi faoliyat yuritardi. Uzkimyo sanoat respublikamizda kimyo sanoatini asosiy yuqori turuvchi tashkiloti Uzkimyo sanoat
aksiyadorlik jamiyati, Uzkimyo sanoat aksiyadorlik jamiyatining tasarrufida Jizzax plastmassa aksiyadorlik jamiyati, ya'ni Jizzax plastmassa zavodi faoliyat yuritardi. Ular plyonka ishlab chiqarishga, plastik mahsulotlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan respublikamizning eng yirik korxonasi edi o'sha paytda. Bu men hozir gapirayotgan gap 2017, 2018, 19 atrofidagi gaplarni gapiryapman. Undan oldin ham faoliyat yuritgan. Uzkimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati Polimerlar kimyosi fizikasi institutiga shunaqa taklif bilan chiqqanki, bugungi kunda plastik chiqindi muammosi yuzaga kelyapti. Ya'ni biz eng ko'p ishlatadigan narsamiz plastmassalar. Ya'ni qadoqlashda ham eng yaxshi, mustahkam, arzon, namlikka chidamli, rosa ko'p xususiyatlari jihatdan texnologiyasi qulay. Biz xomashyo bambasi bizda bor, u gazdan olinadi. O'shaning uchun hamma narsani o'rnini, metallni o'rnini ham, yog'ochni o'rnini ham plastmassalar egallab ketyapti. Lekin u o'z navbatida bitta muammoni yuzaga keltiradi. Qanaqa muammoki, plastmassalarni ko'p ishlatish bu yaxshi, lekin plastmassalar uzoq yil mobaynida chirimaydi. Ya'ni uni parchalanishi uchun 200 yil, 300 yil muddat vaqt talab qilinadi. Molekulyar juda katta. Yuqori molekulyar massaga ega. Uni chirituvchi mikroorganizmlar o'zlashtira olmaydi. Shu nuqtai nazardan biz foydalandik, ommaviy foydalandik, lekin keyinchalik u parchalanmagandan keyin plastik chiqindi muammosini yuzaga keltiradi. Rivojlangan davlatlar buni ko'rdi, plastik chiqindi muammosini yechimi nuqtai nazaridan bir chekkadan rivojlangan davlatlar plastik qadoqlash vositalaridan foydalanishga taqiq qo'ya boshladi. Va bugungi kunda o'tgan yilgi statistika bo'yicha 27 davlat plastik qadoqlash vositalaridan foydalanishga taqiq qo'ygan. O'zbekistonda ham bu bo'yicha harakatlar bo'lyapti, chunki ekologiya yildan yilga muammo, chunki odamlar sog'lig'iga jiddiy ta'sir ko'rsatyapti. Shu nuqtai nazardan o'sha narsani oldindan bilgan holatda Uzkimyo sanoat muammoni qo'ygan. Ya'ni bizda gazimiz yetarli bor. Yetarli gazimizdan biz foydalanib mana yirik plastik korxonalar bizda faoliyat yuritadi. Sho'rtan gaz kimyo majmuasi, Ustyurt gaz kimyo majmuasi katta miqdorda gazimizni plastmassa holatida sotishni yo'lga qo'yganmiz. Tasavvur qiling, 1 kilogramm gazni narxi 1 kilogramm plastmassani narxidan 4 barobar shunaqa 4 barobar arzon gazni narxi. Biz gazni 1 kilogramm gazimizni 1 kilogramm plastmassa holatida sotganimiz biz iqtisodiy jihatdan ancha foydaga olib keladi bizni. Shu nuqtai nazardan yoppasiga gazimizni o'zimiz qayta ishlab polimer plastik mahsulotlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Endi o'sha plastmassalarni utilizatsiya qilish, ya'ni bioparchalanuvchi qadoqlash vositalariga o'tish bo'yicha bizga tarkib kerak. Bizga chet elliklar o'z-o'zicha tarkib berib qo'ymaydi. Tarkib bersa ham bir qism ulushda olib ketadi. Bu bir qism ulush katta masshtabdagi ishlab chiqarish uchun katta pul bo'ladi. Shu nuqtai nazardan biz bu ishni boshladik. Menga dissertatsiya mavzusi sifatida o'sha ustozimiz bu narsani yo'naltirishdi. Bizni ko'pchilikda xabari bordir, balkim siz xabaringiz bor. Polimerlar kimyosi fizikasi instituti uzoq yildan o'sha paytda rahbar sifatida faoliyat yuritgan asoschilari Rashida va Sayyor Sharafni bizga o'sha tadqiqotlarni qilish uchun sharoit yaratib bergandi. Ustozimiz Ataxonov, professor Ataxonov rahbarligida biz bu ishlarni boshladik-da va muvaffaqiyatli natijalarga erishdik. Bu bilan biz undan keyin 2022-yilda PhD dissertatsiyamda polietilen asosida bioparchalanuvchi materiallar olinish, tuzilish xossalari mavzusida muvaffaqiyatli himoya qildik. Undan oldin Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan startup loyihalar tanlovida ishtirok etib, shu ishlab chiqqan tarkibimizni, ya'ni polietilenni bioparchalanishini ta'minlaydigan tarkibimizni bioparchalanuvchi compound ishlab chiqarish ko'rinishida startup loyiha qildikda. Startup loyihamiz 735 million so'm mablag' bilan moliyalashtirildi va ijrochi tashkilot sifatida Polimerlar kimyosi fizikasi institutini belgilab, bugungi kunda kichik ishlab chiqarish korxonasi yo'lga qo'yilgan.
U hozir katta sanoat miqyosida ishlab chiqarilmaydi. Yo'q, hozircha katta sanoat miqyosida emas, hozircha kichik ishlab chiqarish korxonasi mavjud. O'sha startap loyiha doirasida yo'lga qo'yilgan korxona. Qarang, o'zi bu bioparchalanuvchi unaqa qo'shimchaga, polimerlarni bioparchalanuvchi qiladigan qo'shimchaga O'zbekistonda qanchalik hozir ehtiyoj? O'zi ishlab chiqarish korxonalariga shunaqa talablar qo'yilganmi o'zi? Yo'q, aynan hozir bugungi kunda qadoqlash vositalari hammasi bioparchalanuvchi qadoqlash vositalaridan foydalangan degan aynan anaqa yo'q. Talabimiz bor emas, chunki bugungi kunda hozir baribir ahamiyat berayotgan narsamiz birinchi iqtisodimizni ko'tarib olishimiz kerak. Lekin bu narsaga baribir kelamiz. O'zi kam ham qoldi, sababi O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga qo'shilishi bilan undan tashqaridan turli xil grantlarni yoki investitsiyalarni kelishi bu ekologik produktlarni ishlab chiqarishga talab qo'yadi baribir. Shuni hisobidan anaqa ishlab chiqaruvchilar qadamma-qadam baribir bioparchalanuvchi polietilen mahsulotlariga o'tishadi hammasi ham. Shunday. Bu kelajak. Bioparchalanuvchi qadoqlash vositalari bu bizga kelajak. Tarkib ishlab chiqib qo'yganmiz, xudo xolasa tadbirkorlar bilan litsenzion shartnoma asosida yo'lga qo'yish bo'yicha har xil muzokaralar qilyapmiz, lekin aniq hali nuqtaga qo'yganimiz yo'q. O'zbekistonda bundan boshqa tarkib yo'q, ya'ni o'z mahalliy bo'lgan. Mahalliy tarkib yo'q. O'zbekistonda men biladigan ba'zi bir kattaroq chakana savdo bilan shug'ullanadigan yoki boshqa ishlab chiqaruvchilar bor. Buni ishlatishadi. Ular qayerlardan olishadi? Ular mana bugungi kunda Korzinka supermarketlar tarmog'i bioparchalanuvchi qadoqlash paketlaridan, bioparchalanuvchi paketlaridan foydalanyapti. U Angliyani Symphony kompaniyasini D2W brendi. U Angliyadan import bo'lib kirib kelayotgan mahsulot. Dabavkasi, qo'shimchasi. Bu qo'shimchadan qo'shadi, plyonka sexlash, o'sha bioparchalanuvchi plyonka chiqaradi. Xuddi shuni analog sifatida biz ham ishlab chiqqanmiz. Endi kengaytiramiz bu narsalarni. Bu nima uchun misol uchun sizlardan olishmaydi bu ishlab chiqaruvchilar? Anaqa tannarx masalasi bo'yicha muammomi? Yo'q, tannarx masalasi emas. Biz normativ hujjatlar nuqtai nazaridan yo'lga qo'yib olishimiz kerak. Masalan, siz plyonka ishlab chiqarish yo'lga qo'ymoqchi bo'lsangiz, sizga organ sertifikatsiyadan, akkreditatsiyadan o'tgan laboratoriyadan sizga muvofiqlik sertifikati talab qilinadi. Uning uchun ozgina qo'shimcha xarajatlar kerak. U katta masshtabni hozir bo'lmayapti, chunki undan tashqari aynan o'shalar chiqarayotgan bioparchalanuvchi plyonkani ham bioparchalanishga tekshiradigan laboratoriyalar, akkreditatsiyadan o'tgan laboratoriyalar O'zbekistonda bo'lmagani uchun hozir qattiq tekshiruv bo'lmayapti bu narsaga. Chunki davlat tomonidan huquqiy talab yo'q. Endi mana hozir bizada ekologik muammolardan o'sha havo sifatini yomonlashuvi bo'yicha anaqa muammo kelib chiqdi. Bundan keyinchalik o'sha mikroplastik bilan bog'liq bo'lgan muammolar yoki o'sha mana shu plastiklarni chiqindilarni ko'payib ketishidan ekologiyaga buzilishiga tegishli bo'lgan muammolar kelib chiqaverishi bilan bunaqa talablar ham sekin qo'yilishni boshlaydi. Endi muammo kelib chiqmasdan oldin bu talablarni qo'yilsa yaxshi bo'lardi o'zi. Shunday. Tushunarli. Asosiy faoliyatingiz mana shu polimerlar bilan bog'liqmi yoki boshqa yo'nalishlarda? Yo'q, nafaqat polimerlar. Bizda rahmatli ustozimiz professor Yo'lchiboyev degan ustoz bo'lardi. Sizlar ximik bo'lmanglar. Sizlar analitik kimyogar, fizik kimyogar bo'lmanglar. Sizlar kimyogar bo'linglar, ya'ni ximik bo'linglar. Hamma ximiyani sohasini bilishimiz shart. O'shaning uchun biz harakat qilganmiz. Mana Olimpiyadaga ham xabaringiz bor, Doniyor akalar bilan shug'ullanganmiz. Doniyor akalar Olimpiyadaga tayyorlagan. Bu yerda hamma ximiya kirib ketadi, hammasini birday yaxshi o'qishga majbur bo'ladi odam. O'shaning uchun bizda nafaqat polimerlar kimyosiga doir fundamental bilimlar yaxshi, balki boshqa ximiyani ham imkon darajasida yaxshi o'qiganmiz. O'shaning uchun biz faoliyat sohamizni chegaralab qo'ymadik faqat polimerlar bilan, chunki Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangiyer filialida kimyoviy texnologiyalar kafedrasida ham ishlaganimiz uchun bizda qanot loyihasida xohlagan kimyoga aloqasi bor bo'lgan tadqiqotlar bilan shug'ullanishga bugungi kundagi imkoniyatimiz bor. Tushunarli. Qarang, mana hammaga tushunarli bo'lish uchun mana shu ilmiy tadqiqotlarni
ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanadiganlar mana mavzularini deydimi, ilmiy tadqiqotni ahamiyati bo'yicha qanaqadir tushuntirish qilib bersangiz yaxshi bo'lar ekan. Fundamental loyiha nima, startap loyihalar nima, amaliy loyihalar nima va boshqalari bo'yicha. O'zi Ya'ni men misol uchun O'zbekistondagi olimlar qanaqa ishlar bilan shug'ullanishyapti, o'zi umuman butun dunyoda rivojlangan davlatlarda olimlar nimalar bilan shug'ullanishyapti, bizda hozir ehtiyoj nimaga, o'sha haqida bitta. bizda hozir endi hukumatimiz ham shunga harakat qilyapti, bunga tegishli vazirliklarimiz ham shunga harakat qilyapti. Ilmiy mavzularimizni, ilmiy tadqiqot mavzularimizni bugungi kundagi mavjud muammolardan kelib chiqib yo'naltirishga. Tan olishimiz kerak, eskilik ozgina sarqiti desak ham bo'ladi, muammomiz bor edi. Nimaki, masalan, sizni ilmiy rahbaringiz qaysidir modda bilan qaysidir направленияda ishlagan, sizga faqat o'sha направленияni beradi. Siz keyin o'zingizning shogirdingizga faqat o'sha направление berasiz. Ximiyani sohasi juda katta, lekin bizda olimlarimiz ishlayotgan ximiya sohalari juda ham tor doirada. Esimda men ham ustozi kumushni, anaqa ruhni amino kislotalar bilan kompleks birikmalari haqida mavzusi bo'lgan. Ular shogirdlarga berishgan, shogirdlar menga ham berishgan. Men ham o'sha mavzu bo'yicha ishlaganman-da. O'sha kamchilik tomonimiz deyish mumkin. O'sha kamchilik tomonimizda endi asta-asta to'g'rilanishga harakat qilinyapti. Mana hozir yaxshi prezidentimiz tomonidan aynan topshiriq bor ekan, qandayki tadbirkorlarga bizni loyihalarimiz, bizni ilmiy tadqiqot natijalarimizni yetkazadigan, tadbirkorlarni faoliyatida yuzaga keladigan muammolarni bizga ko'rsatadigan bitta platforma ishlab chiqilinyapti hozir Savdo sanoat palatasida. Ya'ni qarang, hozir bunga kelamiz. Bu bo'yicha alohida savol bor o'zi. Bitta Islom aka qani tushuntirib bersangiz bo'lgan. Ilmiy tadqiqotlarni turlari, yo'nalishlari, ayni paytdagi ya'ni nima uchun hamma startap bilan shug'ullanmaydi? Nima uchun hamma fundamental ilmiy tadqiqotlar bilan shug'ullanmaydi? Nima uchun hamma amaliy loyihalar bilan shug'ullanmaydi va bularning farqlari o'zi nimada? Shularni tushuntirib bersangiz yaxshi bo'lar ekan. Bu yerda o'zi umuman ilmda qanday boshlanadi? Mana bu bizni eshitadigan yosh olimlarga ham bu qiziq bo'lsa kerak. Shuning uchun aytib o'taman. Loyihalar qanaqa? O'zi fundamental loyihadan boshlanadi. Fundamental loyiha bu nima? Fundamental loyiha hali mavjud bo'lmagan yangi yo'nalishga fundament qo'yish, ya'ni asos qo'yish bilan boshlanadigan loyiha. Fundamental loyihani bajarish kerak faqat yirik darg'a ustozlarimiz, yirik katta olimlarimiz. O'shaning uchun fundamental loyihalarni amalga oshirishga Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan fundamental loyihaga tushish uchun sizga talab qo'yib qo'yilgan Hirsch indeksingiz ma'lum bir qiymat ko'rsatkichdan baland bo'lishi shart degan talab qo'yilgan. Bu faqat O'zbekistonda shunaqa. Faqat O'zbekistonda shunaqa. Bu xalqaro ko'rsatkich, Hirsch indeks ko'rsatkichi. O'shaning uchun yirik olim, akademik masalan yoki professor fundamental loyiha bilan yangi bir yo'nalishga asos soladi, ya'ni oldin mavjud bo'lmagan yangi moddani oladi, o'sha moddalar sinfini olish bo'yicha tadqiqotlarni o'tkazadi. O'sha narsani qilish mumkinligi bo'yicha fundament qo'yadi o'sha sohaga. Demak, biz tushuntirishimiz bo'yicha va bu anaqa iqtisodiy foyda keltirmaydi, faqat shu sohaga fundament qo'yiladi xolos. Fundamental loyihadan hech qanaqa tijoriy maqsadlarda foydalanishga chiqib ketish juda ham qiyin, chunki bu hali mavjud bo'lmagan va u muvaffaqiyatli tarzda davom etib ketadimi, davom etib ketmaydimi degan savollar bor. O'shaning uchun fundamental loyiha yangi yo'nalishga asos solishga qaratilgan ish bo'ladi fundamental loyihada. Fundamental loyihadan keyin amaliy loyiha bosqichi bo'ladi. Amaliy loyihada qandaydir bir oddiy qilib hamma tushunadigan tilda aytsam, qandaydir bir A moddani bir sohada qo'llash mumkin bo'lgan A moddani olishni laboratoriya sharoitidagi optimal sharoitlar topiladi. Endi buni qiymatlari, hajmlari qanchalik? Masalan, probirkada, kolbada 100 gram 500 gram moddaga sintez qilish uchun optimal sharoitlar topildi. Demak, falon sohada qo'llaniladigan A moddani optimal sintez qilish sharoitlari bu falon harorat, falon reaksiya davomiyligi, falon bosim ko'rinishida nuqta qo'yiladi amaliy loyihaning nuqtasi. Amaliy loyihadan keyin
innovatsion loyiha ko'rinishida o'sha olim probirkada optimal deb topgan sharoitlarni yirik sanoat miqyosida deylik 100 litrli 500 litrli kubli bir necha kub hajmli reaktorlarda ham olish imkoniyati mavjud emasmi, o'sha narsani tekshirishga qaratilgan loyihalar bu innovatsion loyiha deyiladi. Innovatsion loyiha yakunida tadbirkor pul tikib foyda olish mumkin bo'lgan aynan ishlanma shakllanadi. Endi u innovatsion loyihani yakuni startap loyiha ko'rinishida yoki tijoratlashtirish loyihasi ko'rinishida davom ettirilishi mumkin. O'zbekistonda asosan Fanlar akademiyasi bo'ladimi yoki ilmiy tadqiqotlar bilan shug'ullanib yurgan olimlarimiz qaysi yo'nalishlarda ko'proq ishlashadi? Endi shu kungacha savolni man sal boshqacharoq bersam bo'lar ekan. Ayni paytda o'zi qaysi yo'nalishlarda ko'proq ishlashadi va ayni paytda O'zbekistonda qaysi yo'nalishda ishlasak biza ko'proq manfaat olamiz? Odatda biz bugungi kunda fundamental loyihalar kerak emas. Fundamental loyihalar juda ham kerak. Fundamental loyihalarda aytdik, hammasi ham tijoratlashtirishga olib chiqilinmaydi. Qaysidir yo'nalishga fundament qo'yilinadi xolos degan mazmundagi loyiha edi bu fundamental loyiha. Bizni ko'pchilik olimlarimiz fundamental loyihaga qaratilgan tadqiqotlarni ko'p qilyapti. O'zim shaxsiy fikrim, balki yirik katta ustozlarimiz boshqacha qarar. O'zim fikrim, bizga o'xshagan endi rivojlanib kelayotgan O'zbekiston darajasidagi mamlakatlar uchun biz fundamental loyihadan ko'ra biz ko'proq amaliy tadqiqotlar bilan ishlashimiz maqsadga muvofiq. Albatta, hozir meni kuzatuvlarim ham xuddi shunaqaroq. Sababi fundamental loyihalar ko'p mablag' talab qiladi, ko'p vaqt talab qiladi. Unga tikilgan mablag'larni qaytmasligi ham mumkin yoki qaytishi juda ko'p vaqt oladi. Ayni paytda O'zbekiston iqtisodi uchun, O'zbekiston ilm fani uchun, O'zbekistondagi muammolar uchun ko'proq amaliy loyihalar yokida o'sha innovatsion loyihalar bo'lgani ancha maqsadga muvofiq bo'lardi. Bir paytlar mana shu ilm fan ilmiy ish qilishlardan ketib, men biznesga o'tib ketishimga asosiy sabab bo'lgan narsalardan ham bittasi aynan mana shu xulosa bo'lgan. Hali O'zbekistonda meni ham menga berilgan mavzulardan bittasi fundamental loyiha bo'lgan. Keyin uni biz bitta konferensiyada maqola e'lon qilganmiz va uni maqolani bizga nima deydi, kommentariy bergan, feedback berganlar, ular ham xuddi shunaqa tavsiya berishgan. O'zbekistonda O'zbekistonni iqtisodiyotidagi darajadagi davlatlarda ko'proq o'sha startap loyihalar yoki innovatsion loyihalar bo'lsa, ilm fanga tikilgan pullar tezroq o'zini oqlashligi haqida aytgan. Undan tashqari bizada qachonki xususiy sektor ilm fanga pul tikadigan bo'lsa, ilm fan rivojlanishi tezroq bo'ladi. Sababi mana hozir bizning hukumatda ham ilm fanga o'zi ko'p kam pul ajratilmayapti. Qancha doktorant bor, hammasiga qanchadan stipendiya beriladi, undan tashqari qanchalar grantlar e'lon qilinadi. Lekin bu nafaqat o'zini oqlab qaytishi, hatto o'zini oqlamayapti hamda. Buni juda katta foizi shunchaki ilm fan ilm fanni o'ziga sarflab yorilyapti. Buni o'zini oqlab qaytish haqida o'ylanayotgandir, lekin bu qaytmayapti hozir. Startap loyihalar yoki o'sha innovatsion loyihalar bu tikilgan pullarni tezroq qaytishiga yordam beradi. Xususiy sektor bo'lsa, tikkan pulni tezroq qaytarib olish uchun imkon darajasida o'sha bozordagi eng muhim bo'lgan ehtiyojiga va tezroq pul qaytishi ehtimoli bor bo'lgan loyihalarga pul tikadi. Va iqtisodiyot ko'tarilib borishi bilan uzoq muddatli loyihalarga, ya'ni o'sha fundamental loyihalarga ham pul tikishi shunday ko'payadi. Aytganingizdek, O'zbekistonda fundamental loyihalarda olimlarimiz biroz ayni paytdagi startap loyihalar yoki innovatsion loyihalarga fokus qaratsa yaxshi bo'lardi. Endi shu yerda yana muammo kelib chiqadi bizada. Startap loyihalar yoki innovatsion loyihalar uchun bizada tadbirkorlar unga pul tikishi kerak. Tadbirkorlar bunga pul tikish uchun bo'lsa, ilm fandi bilan ishlashni o'rganib olish kerak. Biza nima deb o'ylaysiz? Mana shu ilm fan jihatdan, ilm fanga pul tikishni o'rganmaslik jihatdan yoki mana innovatsiyani faqat Xitoy yoki boshqa davlatlardan ko'chirish bo'yicha qanaqadir xavfli hududga kirib qolmayapmizmikan? Kirib qolyapmiz. Xavotir olarli, lekin asta-asta yirik kompaniyalarimiz
xususiy sektor nuqtai nazaridan gapiryapman. Olimlarga baribir yechim o'sha olimlar bilan ishlashda innovatsion faoliyatni o'zini faoliyatiga olib kirishda ekanligini anglab yetyapti. O'zimcha aytamanda, o'tgan 100 yillik bo'ldi neft asrida. Masalan, 100 yil oldin neft 1920-30-yillar neft qayerda bor, o'sha yerga yirik davlatlar o'sha joylarni egallashga harakat qildi. O'sha Arabiston, Saudiya Arabiston deymizmi, neftga boy davlatlarni yirik mamlakatlar egallashga harakat qildi. 100 yil davomida neft asri bo'ldi. Nima bo'lyapti? Tendensiya qayerga qarab ketyapti? Yildan yilga ekologiyamiz buzilib ketyapti, ko'ryapsiz. Ekologiya buzilishi nimadan? Ekologiya buzilishi biz juda katta miqdorda energiya sarflayapmiz. Energiya, masalan, oldin kirni ayollar o'zi yuvardi, hozir kir mashina yuvyapti. O'zi supurardi uyini, hozir kir mashina supuryapti. Hamma narsada yengillik. Hammasi nima pilsoslar supuryapti. Hamma nimaga olib kelyapti? Hammasiga nima talab qilyapti? Hayotimizni yengillashtirishga elektr energiya kerak. Elektr energiya qayerdan ishlab chiqarilayotgani shu paytgacha. Elektr energiyani biz O'zbekiston nuqtai nazaridan asosiy elektr energiya ishlab chiqarishimiz yaqin paytgacha 95% qismi ishlab chiqarilayotgan elektr energiyani bu uglevodorodlar hissasiga to'g'ri kelayotgan, ya'ni issiqlik elektr stansiyalari hissasiga to'g'ri kelayotgan. Qaysi joyda gaz, mazut, ko'mir yoqib elektr energiya ishlab chiqarayotgan edik. O'sha narsani undan tashqari avtomobillar ko'payib ketdi. Umuman biz gazdan, neftdan energiya sifatida foydalanish ko'lamimiz oshib ketdi. Natijada atmosferamiz havosida karbonat angidrid miqdori oshib ketyapti. Iqlimimiz isib ketyapti. Bu parnik gazi deydi, karbonat angidridni. O'zingiz ham hab bilasiz-ku. Ximiyadan olimpiada oldingiz-ku. Karbonat angidrid ko'payib ketishi iqlimimizni isitib yuboryapti. Iqlimimiz isib ketishi abadiy muzliklar bizga O'zbekistonning hududiga asosiy suv manbalarimiz tog'lardagi abadiy muzliklar. Abadiy muzliklar borgan sari erib ketyapti. Yer osti suvlarimizni miqdori kamayib ketyapti. Endi nima yechim? Chet elda o'shani hisobiga masalan avtomobillarni elektromobillardan foydalanishga preferensiyalar berilyapti. Bu narsalar O'zbekistonga mastasida kirib kelyapti. Lekin 100 yil neft asri bo'ldi dedik. Endi cheklash bo'lyapti. Neftdan foydalanishni qisman cheklash amalga oshib boshlayapti. Endi nima asrga o'tyapmiz? Ahamiyat berishimiz kerak. Biz intellektual asrga o'tyapmiz. Endi shu paytgacha dunyo kim boshqardi? Shu paytgacha neft egalari boshqardimi? Endi ahamiyat bersak, bugungi kunda milliarderlar kimlar? O'zi saning? Steve deylik, Zuckerbergmi, Elon Musk deysizmi, Microsoft deysizmi? Asosiy milliarder, asosiy gigant kompaniyalarimiz asoschilari intellektual mulk asosida ishlanganlar. O'shaning uchun men o'ylayman, bundan keyin ham muhim ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsalar bo'laveradi. Ya'ni intellektual mulkka, ilmga. Bekordan iqro deb boshlanmagan-ku. Shunaqa. Islom aka, mana qarang, hozir muammolarni aytyapsiz. Mana siz kimyo fanni haqiqatan o'rgangansiz, juda ko'p ilmiy tadqiqotlarga qatnashgansiz, juda ko'p grant yutgansiz. Qancha muvaffaqiyatlaringiz bordi. Mana O'zbekistonda maza qilib ilm fan bilan shug'ullanish uchun nima to'siq qilib boramiz olimlarimizga? Olimlarimizga nima uchun olimlarimiz yo'q emas, yetarlicha olimlarimiz bor. Bilimlari yaxshi bo'lgan olimlarimiz bor. Nima to'siqlar bor olimlarimizga? Bu siyosiy jihatdanmi yoki imkoniyatli jihatdanmi yoki olimlarimiz o'zida muammo bormi? Shu haqida bitta aytib bersangiz. Nolimaylik, Xudoga shukr. 10 yil oldingiga nisbatan ilm qilishga bo'lgan sharoit butkul boshqa. Bu siyosatni maqtash, kimgadir paxta qo'yish uchun emas. Rostakasm olimlar buni o'zini hayotidagi o'zgarishni ko'ryapti. Nima misol bilan ayta olasiz shu narsani? Nima misol bilan? Bugungi kunda masalan Innovatsion rivojlanish agentligining qoshida
ilm fanni rivojlantirish, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi faoliyat yuritadi. O'sha jamg'armaga yiliga 800 milliard, 900 milliard, 1 trilliongacha pul ajratiladi. U pulni faqat bizni olimlarimizni ilmiy loyihalari, yoshlarning innovatsion ishlanmalariga yo'naltirilyapti. Nimaga shu paytgacha shuncha zo'r ekan, nimaga shu paytgacha olimlarimiz qilgan ishni bilmaymiz deyishingiz mumkin oddiy xalqdan ko'rgan sifatida. Bizga endi yetib keldi bu narsalar. Bizga endi pul berib boshlayapti. Masalan, bitta loyihaga 2,5 milliard, 3 milliard pul beradi. Bu 200 ming dollar. Yevropada ham xuddi shunaqa darajada, shunaqa deyarli shu atrofda bitta loyiha shu atrofda beradi. Yana talab qo'yilyapti qandayki? Asosan startup loyihalarga mana shunaqada, fundamental loyihalarga biroz fundamental loyihalarga 10 milliard, shunaqa. 15 milliard pul ajratilyapti. Endi yana bitta talab qo'yilyapti. Qanday talabki, ajratilayotgan pulni 40%, 50% qismi laboratoriya asbob-uskunalarini ol. Masalan, moddiy texnik bazani ham ancha yaxshilab olinadi. Masalan, bir olimga bitta loyiha bo'yicha ishonch bildirildi, pul berildi. Agar u olim o'zi kutgan natijaga erisha olmagan taqdirda ham ajratilgan mablag'ning 50% laboratoriya asbob-uskunasini olishga yo'naltirilishga majburmi? 2 milliard loyihani 1 milliardi asbob-uskunaga olinyapti. Undan tashqari Munis loyihasi bo'lyapti. Modernization Uzbekistan National Innovation System deydi. Ya'ni O'zbekiston milliy innovatsion tizimini modernizatsiya qilish degan loyiha doirasida O'zbekiston 50 million dollar pul Jahon bankidan kredit mablag'lari olgan va o'shani hammasini ilm fanni rivojlantirishga yo'naltirdi. Bu yaqin 3-5 yil ichida, 5 yil ham bo'lmadi bu narsaga. Yaqin 3 yil ichida 3-5 yil ichida bizni laboratoriya asbob-uskunalarimiz rivojlangan davlatlarning laboratoriya asbob-uskunalaridan qolishmaydigan holatga kelyapti. Hozir anaqa ayrim narsalarni aytyapsiz, Islom aka. Nima deydi? O'zbekistonda ham shunaqa narsalar deb odam o'ylab qoladi. Qarang, mana Islom aka, mana shuncha sharoit bo'lyapti. Nimaga hali ham olimlarimiz, tadbirkorlarimiz muammosi bilan shug'ullanishmayapti? Ayni paytdagi faoliyatimiz uchun muhim bo'lgan ishlar bilan shug'ullanishmayapti-da. Hali ham juda ko'p narsani Xitoydan import qilamiz. Innovatsiyalarni ham, texnologiyalarni ham, hattoki aka mutaxassislarni ham Xitoydan olib kelamiz-da. Nafaqat Xitoydan, mana texnologiyani qaysi davlatdan olib kelsak, mutaxassisni o'sha davlatdan o'zini olib kelyapmiz-da. Bunga endi harakat bo'lyapti. Qandayki, shu paytgacha olimlar o'zicha ilm qilgan, tadbirkorlar o'zicha biznesini qilgan. Ya'ni ular muvofiq holatda ishlamagandi. O'shaning uchun qachondan beri aytilinadi, ilm fan bilan ishlab chiqarish integratsiyasi. Mana bu yer nimaga rivojlangan davlat, nimaga Xitoy rivojlanib ketyapti? Xitoy hamma narsasini asosida innovatsiya yotyapti. Ya'ni ilm fan bilan ishlab chiqarish yaxshi integratsiya qila olingan. Biz ham qachon rivojlanamiz? Ilm fan ishlab chiqarishga integratsiya qilinsa, olimlarning ishi qog'ozda qolyapti, tokchalarga qo'yilyapti, terilib ko'payib ketyapti. Endi shu paytgacha ham ayta olmayman, juda zo'r ishlar bo'layotgan edi, chunki bizda priborlar muammo edi. Bizda eski sovetda asbob-uskunalar bilan biz qilib yurgandik. U bilan rezultat qilish qiyin. Men o'sha ilmiy tadqiqot bilan o'simlik moddalari kimyosi institutida biroz muddat ishlagan paytimda priborlarimizni birortasi 2000-yildan yangi emas edi. Shunday. Uskunalarimizni birortasi. Hozir buni aytmoqchisizki, nafaqat bu yoqda olimlarimizga qolgan ish, to'g'ri, olimlarimizda ham biroz hozir qarashlarida, fikrlashlarida anaqa to'g'rilanish kerak bo'lgan joylari bor. Shu bilan birga tadbirkorlarimiz ham ilm fanga pul tikishni o'rganish kerak yoki ilm fan xodimlari bilan ishlashni o'rganish kerak demoqchisiz. Shunday. Agar ilm fan bilan, innovatsiya bilan ishlamaydigan bo'lsa tadbirkor, baribir bir kun bozordan chiqib ketadi. Shunaqa. Baribir ishlash kerak ilm fan bilan. Ya'ni mahsulot chiqarib turibdi. Chiqarib turgan mahsulotini takomillashtirmasa, u baribir bozordan chiqadi. Chunki Xitoydan uni A mahsulotidan takomillashgan variantda boshqa mahsulot kirib keladi-da, uni bozordan siqib chiqaradi. Shunaqa, mana o'zimni tanishlarimda bitta juda ham yorqin bir misol bo'lgan. Mana shu ilm fan bilan ishlamaganligini oqibati juda katta
zararga kirganligi bir bilsangiz tomchilab sug'orish bo'yicha bir propaganda bo'ldida, hamma tomchilab sug'orish anaqa uskunalarni olib o'zlarini dalillariga o'rnatishdi. Sizga bu haqida bir aytgandim. O'sha tomchilab sug'orish jarayonida bilasiz, anaqa agar suv sho'rligi biroz yuqoriroq bo'lsa, anaqa tomchilab sug'orish uskunasidan o'zi tomchi chiqadi-ku, suv chiqadigan joydan o'sha sekin to'lib yopilib qoladi. Anaqa suv bug'lanib, tuzi qolib ketib, sekin yopilib qoladi. Keyin akamiz qiynalib ketgan. Anaqa yopilib qolavergan, hammasini yig'ishtirib tashlab musorga otortirib, uni bir necha 100 ming dollarga olib anaqa qilishgan. Vaholanki bu bir necha 100 ming dollarga narsani musorga otib yuborishgan, lekin bu menimcha bir uzog'i $1000 yoki bir $500 bilan hal bo'ladigan muammo bo'lganda, buni o'zingiz ham aytib bergandingiz. Shunday. Umuman shu aynan siz aytgan muammo bo'yicha ham bitta o'rganib qiziqib o'zim o'rganib chiqdim. Qanaqa soha bo'lsa shartda kiramiz. Masalan, adabiyot bilan ishlash bilamiz, internet bilan qiziqdimda qanaqa yechimi bor ekan, tomchilab sug'orish bitib qolyapti. O'rganib chiqsam, isroillik olimlar rosa ko'p ishlari chiqdi-da. Bekordan hozir Eronda xabaringiz bor, hammani internetga chiqyapti. Eronda suv muammosi, Tehronda katta suv muammosi. Isroil o'zining taklifini beryapti. Nima qilamizki, men senga suv muammoini hal qilib beraman. Bu suv muammosini hal qilishda unga suv olib kelib bermaydi. Bu texnologiya beradi. Endi qanaqa texnologiyalar ekan desa, o'shanda men o'qib ko'rganim qanaqaki, ular tuproqning ostiga tomchilab sug'orishda o'sha teshigi yopilib qolishi bilan o'sha suv kelmay qoladi. O'sha joyda o'sayotgan o'simlik bu o'yilib qoladi. Suv kelmagandan keyin. Ularni taklif qilayotgan texnologiyasi, ular qo'llayotgan texnologiyalar nima? Tuproqning ostiga o'zidan suv sizib chiqarib turadigan poristi, ya'ni mikroporalarga ega bo'lgan turba ko'rinishdagi materiallarni tuproq ostiga joylashtiryapti. U sizib o'zidan suv chiqarib yerni namlatib chiqmaydi. Tomchidan ham chiqadi. Tomchidan u o'zidan suvni sizib chiqarib yerni namlab turibdi. Hatto ispari bug'lanishga ham suv pateri bo'lmayapti-da. Lekin o'sha joyda o'sayotgan o'simlikni bemalol suv bilan ta'minlab turibdi. Bu bitib suv yopilib qolmaydi-da, teshik. Bitta teshik emas, chunki u yerda butun yuzi, o'sha teshiklardan tashkil topgan yuzi katta massada suv ham birdaniga chiqib ketmaydi va u yopilib ham qolmaydi. Qisqa fursatda yopilib qoladigan holat emas. Isroilliklar qo'llayotgan texnologiya ekan bu. Bular hammasi nima? Bular hammasi innovatsiya, ilm-fanda. Maxsus kompozit qiladi, o'sha kompozitlarni mikropora hosil qiladigan kompozit asosidagi turbalar shakllab ishlab chiqyapti-da, o'sha turbalarni tuproqning ostiga joylashtirib suv bilan to'ldiryapti. Ma'lum bir yo'nqislardan. Men o'sha Angliyaga borganimizda Cambridge'dagi anaqa biomedical campusdagi R&D laboratoriyalariga bir qiziqib qolgandimda, keyin internetdan u yoqda ishlaydigan ilmiy tadqiqotchilarni bir qidirib ko'rdimda. Keyin LinkedInda bir u yoqda ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanadigan, aynan qishloq xo'jaligi bo'yicha ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanadigan bir olim bilan tanishib qoldimda. Undan so'rayapman, anaqa nima ishlar bilan shug'ullanyapsan, mavzularing nima desam, ular anaqa kichkina yer maydonida ko'p unumdorlik bilan ishlaydigan parniklarni ustida ishlashayotgan ekan. Aytishyaptiki, anaqa shunaqa parnik qilishar ekan, bir nechta qavatda ekiladi. Undan tashqari har bitta o'simlikni ildiziga o'ziga kerakli bo'lgan oziqasi keladi, o'ziga kerakli bo'lgan suvi keladi, boshqa narsa, ya'ni isrof deyarli yo'q, boshqa taraflarga ketmaydi va an'anaviy anaqa ekish uslubidan deyapti, 300 baravar unumdorlik yuqori deyapti. 1 baravar, 2 baravar, 3 baravar emasda. 300 baravar unumdorlik yuqori. Bu nafaqat yer maydonidan foydalanish bo'yicha unumdorligi, bunga berilgan oziqa, bundan anaqa oladigan hosildorlik boshqa o'lchovlar bo'yicha emaski. Men hayron qoldim. Bir yana Angliyaga borsam, sen bilan uchrashaman, menga laboratoriya anaqani ko'rsatasan desam, ular o'zi boshida fundamental loyiha boshlashgan ekanda, buni endi ancha yillardan beri ishlashar ekan, katta jamoa ishlashar ekan buni ustida. Anaqa sani olib boramiz deyishdi. Hozir amaliy loyiha ko'rinishga o'tkazib katta bir parnik qilishgan ekan. Anaqa juda ham istiqbolli loyiha deysiz, chunki anaqa aholi sonining o'sishi, oziq-ovqat tanqisligini anaqa ortib borishi, ekin yer maydonlarining tobora kamayib borishi uchun juda ham zo'r yechim bo'lar ekanda. O'sha jihatdan O'zbekiston baribir agrar davlat, qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan davlat, hali ham juda ham ko'p bizada suv yerlarimiz bor, boshqa.
O'sha jihatdan anaqa olimlarimizni ko'payishi nafaqat ishlab chiqarish, sanoat, qishloq xo'jaligi, chorvachilik, juda ham ko'p imkoniyatlarimiz bor o'zi. Undan tashqari kelajakda bizani kutib turgan muammolar ham bor. Bu anaqa suv muammosi, ekologik muammolar va qaysidir yo'nalishlarda qaramlik muammolari. Shularga ham aytganingizdek, olimlarimiz ko'payishi va tadbirkorlarning olimlar bilan ishlashi anchagina yechim bo'lib beradi degan umiddamiz. Endi Islom aka, man yana bir qiziq, mana misol uchun ilm fan bilan shug'ullanganman, keyin boshqa yo'nalishga ketganmiz va yana niyatimiz bo'lgan ilm fanga qaytish, hozir qaytganmiz. Sizni nima ruhlantirgan? Repetitorlik qilib, ko'proq pul topib yokida biznes qilib, boshqa yo'nalishlarga ketib qolmasdan, mana shu ilm fan bilan shug'ullanib, doimiy ravishda ilm fan bilan shug'ullanib, mana hozirgacha ilm fan bilan shug'ullanasiz. Nima sizni ilhomlantirgan shu paytgacha kelishga? Yomon savol bersiz. Yani nima sizni ushlab qolgan mana shu boshqa narsa o'tib ketib qolmasligingizga nima sizni ushlab qolgan? Umuman yangilik qilish qiziq. Yangilikka bo'lgan qiziqish, yangilikka bo'lgan ishtiyoq meni ilmda qoldirgan deb o'ylayman-da. Nima uchun? Masalan, o'sha student paytimizda matematika o'qituvchimiz aytib beryapti. Nima haqdaki, bizni chala eslagan ma'lumotni aytaman. Bir olim Boeing samolyotini qanotini shaklini qisman o'zgartirish bilan turbulent oqim deydi. Havoni qarshilik oqimi kichrayadi. Havoni qarshilik oqimi kichrayishi bilan bu samolyotning ichidagi yo'lovchilarga keladigan shumni pasaytiradi. Ya'ni ma'lum bir shaklni o'zgartirib qo'yish, o'shuni hisob-kitob, matematik hisob-kitoblar bilan amalga oshiradi. Shaklni o'zgartirish bilan bu Boeing samolyotlarini shumini pasaytirish texnologiya hisob-kitobini hech qanaqa texnologiyasiz qog'oz, ruchka, qog'oz yoki doska, bor bilan hisoblab chiqib, mana shunaqa shakl bo'lsa, havoni qarshiligiga mana shunaqa bo'ladi, mana shunaqa darajadagi turbulent oqimga yo'liqadi va bu o'sha bort ichidagilarga keladigan shovqinni mana shuncha miqdor, mana shuncha prosentga kamaytirishini hisob-kitob qilib taqdim qilgan Boeing sotib olgan. Ana shunaqa u katta mablag' evaziga. Endi bunaqa ma'lumotlarni eshitamiz. Eshitganingizdan keyin sizda ham ichingizda himmat paydo bo'ladi. Men ham bir katta yangilik qilay, men ham katta bir kashfiyot qilay degan ichingizda g'ayrat paydo bo'ladi. O'sha g'ayrat keyin ichiga qiziqib kiraverganingizdan keyin unaqalarni ko'p ko'raverar ekansiz-da. Unaqalarni ko'p ko'rganingizdan keyin bunga bo'lgan ishtiyoq yana oshib ketaverar ekanda, men ham bir kattaroq ish qilishim kerak, kattaroq ish qilaman deb turib g'ayrat oshaveradi. Men ham qila olaman degan mazmundagi g'ayrat oshaveradi. Bu ilm fanida qolib ketishimizga sabab bo'ldi deb o'ylayman mana shu narsa. Juda ajoyib. Mana bugungi kunda bilasiz, yoshlardan hozir so'rasangiz, men bizni ham maktabda o'qitamiz. Endi bizning maktabimizda o'quvchilarimizni tibbiyot yo'nalishiga ixtisoslashgan maktab bo'lishiga qaramasdan, lekin o'sha chemical engineering yoki biotechnologyga ko'proq qiziqtirishga harakat qilamiz, ya'ni injener bo'lib yetishiga. Lekin bugungi kundagi standart yoshlardan so'rasangiz, u tadbirkor bo'lishi mumkin, u anaqa marketolog bo'laman deyishi mumkin, u iqtisodchi bo'laman deyishi mumkin, lekin men ilmiy tadqiqotchi bo'laman, men olim bo'laman deganlarni kam eshitasiz-da. Nima deb o'ylaysiz? Bugungi kunda bizda anaqa mutaxassislar zaxirasi, kadrlar zaxirasi qanchalik bizani O'zbekistondagi ilm fanni kelajakda bizani oldimizda turgan muammolarni hal qilishga qanchalik yetarli deb o'ylaysiz? Bizda kuchli bilimli, fundamental bilimi kuchli bo'lgan, bizda o'zi bilimimiz kuchli. Umuman ilm maktabi bizda yaxshi rivojlangan, lekin shu paytgacha boya aytib o'tdim, bizda asbob uskunalarimizda muammolar borligi uchun biz dunyo darajasidagi ishlarni qilishga imkoniyat bo'lmagan bizda. Chunki kim Baxtiyor Abdug'ofur chiqib aytganda esingizda bo'lsa, biz kamonlar bilan jang qilyapmiz. Bizda olimlarimiz chet el olimlari
Kalashnikov bilan jangga kiryapti. Endi biz ham asta-asta Kalashnikov ola boshlayapmiz. Xo'p, qarang mana sharoitlar yaxshilanyapti, hammasi o'zgaryapti. Nima deb o'ylaysiz? Olimlarimizni fikrlashda ham muammo bor emas ekanmi? Sababi mana juda ko'p e'tiborini ustozidan qolgan mavzularga safarbar qilib yuborishadi-da. Shunday. Ya'ni olimlarimiz qanaqa o'zgarish kerak kelajakdagi bizning oldimizda turgan muammolarni hal qilish uchun? To'ppa-to'g'ri. Bizni olimlarimiz ham o'zini qobig'idan chiqish kerak. Tadbirkorlar so'rayotgan muammo bilan ishlash kerak. Mayli u oldin ishlagan ishi yo'nalishidagi ish bo'lmasin. Oldin o'qigan направленияsi bo'lmas. Bu meni soham emas degan narsani yo'qotish kerak. Uni yig'ishtirish kerak deb o'ylayman. Ya'ni o'sha narsa dolzarbmi yoki o'zini sohasidagi dolzarb narsalarni qidirish kerak. Dolzarb narsalarni qidirish kerak. Bunaqa narsalar ham yo'q emas. O'zini sohasidagi dolzarb narsani qidirish kerak. Ya'ni bozor talab qilinayotgan narsa. Yoki bozor talab qilib turgan mavzu bo'yicha tadqiqot olib borish kerak. Ayni paytda mana shu mavzu anaqa O'zbekistonda anaqa juda ham muhim aytganingizdek. Bundan tashqari yaxshi bozor talab qiladigan tadqiqot natijalarimiz ham yo'q emas. Lekin unga marketolog kerak. Ya'ni biznesmen unga kirishish kerakda. O'sha bizni qaysidir olimimizni ishlab chiqqan ishlanmasini natijalarini tokchadan olib, changini artib, uni ochib, olim bilan birga ishlab, uni marketingga olib chiqib, mana bu bozor tadqiqotini qilib, reklamasini qilib. To'g'ri, buning uchun anaqa o'z muammo bugun kecha yig'ilib qolgan narsa emas. Bu yillar davomida bizga yig'ilib keldi va bunga ta'sir qiluvchi omillar ham bitta ikkita emas. Shunday. Buni o'zgarish uchun yo uzoq vaqt ketadi yoki hamma birdan uyg'onib, birdaniga harakat qilish kerak bo'ladi. Bu ehtimol kamroq. Shunday. Biroz vaqt oladigan anaqa jarayon deb o'ylayman. Xalqimiz olimlarimizni tanish kerak-da. Olimimizni tanisa, olimlarini tanisa, keyin o'zini faoliyatida yuzaga kelayotgan muammoni mana olimimiz bor ekan-ku, men Xitoydan so'ramay, men Turkiyaga aloqaga chiqib, ularga yalinib o'tirmay, men o'zimizda olimimizdan so'ray deydi-da, o'zimizda olimimizni oldiga keladi. Lekin olimlarimizda kamtarinlik deymizmi bu narsani? Umuman media bilan ishlash, internetga chiqish, shu paytgacha ham bizda bu narsada bu bo'yicha tajribamiz bo'lmagan. Olimlarimizni xalqimiz tanisa, tadbirkorlarimiz, ishlab chiqarish korxonalarimiz egalari tanisa, o'zlaridagi muammolarni kelib turib olimimizga aytadi. Olimga menda mana shunaqa muammo bor, qanday hal qilish mumkin? Olim keyin o'rganib chiqadi bu narsani, deylik bir shogirdiga o'sha mavzudagi tadqiqot dissertatsiya ishi sifatida shogirdiga yoki magistr ishi sifatida shogirdiga o'sha mavzuni beradi. O'sha tadqiqotlar qilinadi va tadbirkorga kerak bo'lgan muammoni yechimi hal bo'ladi. Bu ilm fan bilan ishlab chiqarish integratsiyasiga olib keladi. O'sha narsa bizga kerak bugungi kunda. O'shaning uchun olimlarimizni biz mediaga olib chiqishimiz kerak, olimlarimizni xalqimiz tanishi kerak. Hozir oddiy xalqimiz O'zbekistonda olim bormi degan savolga ikkilanib qoladi. Tanimaydi birorta olimini. Faqat Ibn Sinoni, Beruniyni, Farobiyni. Yana hozir bitta narsani aytdingiz, bizda fundamental bilimlari kuchli o'qitiladi, ham kuchli bo'lgan olimlarimiz ko'p dedingiz. Men bir necha yil bo'ldi bir ma'lumotni eshitib hayron qoldim va bu haqiqat ekan. Anaqa nima deydi? Juda men hayratlanarli holatga tushib qoldim o'shanda. Va ikkita holat ketma-ket bo'ldi. Birinchisi bitta Yaponiyada bir do'stimiz bor. Ular PhD qilib kelgan Yaponiyada. Albatta Yaponiyada ishlashyapti, u yoqda PhD qilgan. Ular aytishdiki, anaqa Yaponiyadagi, Yaponiyaga kelib turib PhD qilayotganlarning ko'pchiligini fundamental bilimlari bizadek emas. Ular anaqa biza bu yoqqa kelishimizdan oldin juda ko'p yo'nalishda, ya'ni keng qamrovli yo'nalishda biz o'qib kelganmiz va fundamental bilimlarni biz juda chuqur olganmiz. Bu yoqqa kelib turib PhD qilayotganlar umuman bu yoqda o'qiyotgan anaqa bakalavr bo'ladimi, aspirantlar bo'ladimi yoki magistrlar bo'ladimi, ko'pchiligi ma'lum tor sohada o'qiganligini hisobidan umumiy mana fan nuqtai nazaridan keng ko'lamli fikrlay olishmaydi degan gapni aytishdi. Ya'ni fundamental anaqa akademik bilimlari bizani yoshlarimizda kuchliroq ekan degan fikrda aytishdi. Keyin men
mayli deb qo'ygan edi bularni gaplariga. Keyin yaqin Angliyaga borganimizda o'sha Kembridjda o'zimizni o'zbeklardan tadqiqot qilayotgan yoshlardan ham aynan mana shu narsani so'radim. Bizani hududlardan keladigan, aynan mana shu Osiyo davlatlari, O'zbekistondan keladigan yoshlarni bilimi bu butun dunyodan keladigan yoshlar bilan taqqoslaganda qanaqa desam, ular ham aynan shunga yaqin narsani aytishdi. Bizada anaqa nima deydi, stressga chidamlilik, og'ir vazifalarni bajarishga chidamlilik yuqori bo'lganligini hisobidanmi bizada ish unumdorligi yuqori bo'ladi. Undan tashqari bizada fundamental bilimlar boshqalarga nisbatan ancha kuchli o'rgatiladi. Ya'ni kuchli bo'lgan ekan, bu yoqqa kelsak, aksariyati tor doirada o'qishgan, yoshligidan tor doirada o'qishganda faqat va hozir ayni paytda ham mana shu yo'nalishda ilmiy ishini qilib ketadi va boshqa yo'nalishlarga deyarli tushunmaydi ham yoki o'tmaydi ham. O'tishni ham xohlamaydi, sababi oldin fundamental bilim bo'lmagan bu yo'nalishlarda işte. Bizani olimlarimiz bo'lsa, birozgina flexibleroq bo'lar ekan, ya'ni har xilroq yo'nalishlarga moslashib ketar ekan, chunki fundamental bilimlar bizada ancha maktab yaxshi shakllangan ekan, o'ylab qoldim. O'shaning uchun fundamental bilimlarimizni bizda yaxshi bo'lgani uchun, bizni o'zlashtirish qobiliyatlarimiz boshqalardan ko'ra yaxshi bo'lgani uchun bu bizni ulardan ko'ra ko'proq ish qilish imkoniyatimizni yuzaga keltiradi. Shuning uchun yana bitta joyiga ahamiyat berish kerak, tarmoqlar kollaboratsiyasiga, ya'ni fanlar. Deylik, IT bilan ishlaydigan, sun'iy intellektni yoki dasturlash tilini yoza oladigan ko'nikmaga ega bo'lgan odam bilan yoki masalan kimyo bo'yicha fundamental ilmlarga ega bo'lganlar o'zaro hamkorlikda ishlasa, u yana ham yaxshi rezultatga olib chiqib keladi. Shunaqa, aynan xuddi mana siz aytganingiz, o'sha Kembridjda ko'rganimiz, o'sha do'stimiz Parkinson kasalligini, ya'ni tug'ilgan chaqaloqda kelajakda Parkinson bo'lish ehtimolligini aniqlaydigan aniqlash yo'nalishida ilmiy ish bilan shug'ullanishadi, fundamental loyiha, lekin sun'iy intellekt orqali o'sha gendan chaqaloqning genidan kelajakda Parkinson bo'lmasligi ehtimolligi bo'yicha mana shu mavzuda ilmiy ish qilishyapti. Aytganingizdek, kollaboratsiya qilishgan sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassislar bilan. O'zi yaxshi biolog olim, tibbiyot yo'nalishida o'qigan. Aytganingizdek, mana shu kollaboratsiya qilishi ancha keng imkoniyatlarni ochib beradi. Shunday, masalan, umuman qurilish sohasi bilan qurilishga aloqasi kam bo'lgan, deylik, materialshunoslik yo'nalishidagilar o'zaro hamkorlikda bitta muammoni ustida ishlasa, bu yechimga tezroq olib keladi-da. O'shanga ahamiyat berishimiz kerak deb o'ylayman. Ya'ni tarmoqlar kollaboratsiyasi. Deylik, ximik bo'lmagan boshqa matematik bilan yoki matematik demaylik, qishloq xo'jaligi sohasini olimi bilan yoki doktor deganda tibbiyot xodimi, tibbiyot olimi bilan kollaboratsiyada ishlasa yoki qurilish sohasini olimi bilan. Shunaqa, hozir o'zi ishlab chiqarish jarayonini ham ko'rsak, butun boshli ilm fan bo'lib ketdi. Mana oldingidek bir kichik sex yoki bir kichik sodda konver emas hozir ishlab chiqarish jarayoni. U yoqda ko'rsangiz, elektr engineering, chemical engineering, mechanical engineering hamma yog'i bor. O'sha jihatdan bundan buyog'iga baribir kollaboratsiya ancha ahamiyatli bo'ladi. Xo'p, bugungi kunda yoshlarimiz olim bo'laman deb harakat qilishlari uchun, yo olimlikka qiziqish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Ularni olimlikka qiziqtirish uchun, ixtirolarga qiziqtirish uchun. Men ichimdagi savol berdingiz. Rostdan ham ahamiyat bersak, yoshlarimiz katta bo'lsang kim bo'lasan? Shifokor bo'laman, biznesmen bo'laman. Yana boshqa yoki yengil kasblar, boshqa yengil kasblar, bloger bo'laman. Yoki bir paytlar mashhur bo'lgan kuch ishlatar tizimlarimi yoki yurist bo'laman deydi, yoki boshqa yoki politsiyachi bo'laman deydi, voyenniy bo'laman deydi. Endi olim bo'laman degan bola kam, chunki farzandimni olim qilaman degan ota-ona ham kamda. Chunki u narsa farzandni ongida shakllanishi uchun ota-onani ongida shakllanishi kerak. Ya'ni xalqimizni ongida shakllanishi kerak. Farzandimni deylik muhandis qilaman. Farzandimni kimyogar, fizik olim qilaman. Farzandimni umuman qishloq xo'jaligi yo'nalishi bo'yicha olim qilaman, matematik olim qilaman degan ota-onalar bugungi kunda
juda kam, barmoq bilan sanadi. O'sha holatga keltirishimiz kerak, ya'ni ota-onalarni farzandini olim qilishga yo'naltirishimiz kerak. Farzandini olim qilishga yo'naltirishimiz uchun biz bugungi kunda olimlarimizni ko'rsatishimiz kerak xalqimizga. Katta ustozlarimiz bor. Ilm bilan katta obro' qozongan. Nima deb o'ylaysiz? Mana bugungi kundagi O'zbekistonda olimlar deylik boshqa sohalar bilan solishtirganda o'zi qanaqa yashaydi? Topi tutishi qanaqa holatda? O'rtacha olim. Ayni paytda shunaqa. O'rtacha olim shu paytgacha zo'r yashamagan. Chunki ilm fanga bo'lgan davlat tomonidan beriladigan e'tibor o'ziga yarasha bo'lgan, o'shaning uchun zo'r yashagan deya olmayman. Lekin o'sha fanga bo'lgan e'tibor kam bo'lgan paytda ham milliard demay, dollarda millioner bo'lgan ustozlarimizni bilamiz. O'sha olimlikka ota-onalarimizni farzandini olim bo'lishiga bo'lgan qiziqishini oshirishga olib kelish kerak. Mana shu ustozlarimizni ko'rsatish. Masalan, hammamizga mashhur bo'lgan, ma'lum ko'pchilik bilar, o'sha dorini, masalan, Kagasil degan preparat bor. Ustozimiz bor, professor Sarimsakov. U kishi Kagasil degan preparatlarni bugungi kunda Rossiyada eng ko'p miqdorda sotilgan protovirusli tabletkalardan bittasi Kagasil. Buni aynan o'zimiz Qorako'z o'zbek olimi Sarimsakov Abdushukur Abduhalilovich, o'zimiz professor ustozimiz ishlab chiqqan ishlanma. O'sha dori bugungi kunda 10 dan ortiq davlatda sotilinadi. Aptekaga kirib Kagasil bormi desangiz, Rossiyada ishlab chiqarilgan Kagasilni sizga sotadi. Shu o'zi anaqa nima aytib qo'yishib, biz qaysidir davrlar bir necha yuz yil oldin haqida emas, bu o'zimizni hozir o'sha kishi birga ishlaydigan insonimiz yoki hozir qishloq xo'jaligi vazirimizni misol ko'rsatishimiz mumkin. Paxtani navini yaratgan. Endi har qanday davrda mutaxassis, o'zi hamma sohada ham shunday, zo'r mutaxassis bo'lsangiz, o'zi nafaqat hozir mana olimlarimizni yaxshi yashash sharoiti yoki ularni jozibador qilib ko'rsatish, unaqa yoshlarni olim bo'lishga qiziqtiradi. Undan tashqari men ishonamanki, kuzatuvchilarimiz orasida umuman O'zbekistonda juda ham fidoyi bo'lgan, elini, yurtini, millatini, dinini juda ham yaxshi ko'radigan, mana shu millatga, dinga, mana shu yurtga xizmat qilishni xohlaydigan juda ko'p ota-onalar bor. Ular mana kelajakda mana shu yurtni juda ham iqtisodiy jihatdan rivojlanishini xohlasa, kelajakda qaysidir yo'nalishlarda biza qaram bo'lib qolmasligimizni xohlasa, kelajakda bizlarni kutib turgan juda ham ko'p muammolarni muhandislarga necha olishini bilishsa, albatta farzandlarini olimlikka qiziqtirishadi. Biz bunga ishonamiz. Biz ham endi maktabimizda xabaringiz bor. Deyarli hamma o'quvchilarimizni muhandis bo'lishlikka targ'ib qilamiz. Hattoki shifokor bo'laman degan taqdirda ham sen oddiy shifokor bo'lmagin, sen tadqiqotchi shifokor bo'lgin, sen olim shifokor bo'lgin degan narsani aytamiz. To'g'ri aytasiz. Bugungi kunda davlatlar aynan bir davlat ikkinchi davlatni qo'shin bilan, deylik, tank bilan bosib olishi shart emas. Bugungi kunda ma'lum bir birlamchi ehtiyoj bo'lgan, birlamchi ehtiyojlarga bo'lgan talabga unga tobe qilish orqali ham davlatni qaram holatga keltirib qo'yish mumkin. Masalan, energetika deymizmi, oziq-ovqat deymizmi, urug'chilik deymizmi, tibbiyot deymizmi, farmatsevtika deymizmi, texnologiyalar deymizmi. Shunaqa. Hozir urug'chilikda ham yetarlicha muammoga kirganmiz. Bu anaqa yengil sanoatda ham, og'ir sanoatda ham, boshqa juda ko'p ishlab chiqarishlarda o'zi yetarlicha muammo kirib qolgan. Endi qishloq xo'jaligi bo'yicha aytmasangiz ham bo'ladi. Juda ham eski uslublardan foydalanamiz. Shu olimlarimiz ham mana shu ayni paytdagi amaliy muammolarni ko'rib, o'shalar bo'yicha bugungi kundagi fermerlarimizga, tadbirkorlarimizga taklif berishsa, menimcha anaqa ishlari biroz tezlashadi ham. Ham tadbirkorlarni, ham iqtisodiy jihatdan o'sish yaxshilanadi. Xo'p, Islom aka, xabarim bor, oxir paytlardagi o'sha yurtboshimizdan siz sovg'a anaqa mukofot oldingiz.
undan tashqari ba'zi bir yo'nalishlardagi ilmiy ishlaringiz bo'yicha ko'pchilik faqatgina nima deydi IT texnologiyalari bilan taniydigan Silikon vodiysiga siz ayni paytda ketyapsiz. U yoqdagi o'sha MITdagi ilmiy tadqiqotchi olimlar bilan hamkorlikda ish boshlayapsiz. O'sha bo'yicha qisman aytib bersangiz. O'sha prezidentimiz topshirig'i bilan muhandis kadrlarni tayyorlash bo'yicha maxsus bitta yig'ilish o'tkazdilar va o'sha hammaga ma'lum bo'lyapti, muhandislar bizga kerak. Yoshlarimizni muhandislikka yo'naltirish uchun muhandislik tanlovini o'tkazish bo'yicha belgilandi. Birinchi marta o'tkazildi o'tgan yili 25-yilda. Muhandislik yo'nalishida turli sohalarda eng yaxshi ixtiro, eng yaxshi g'oya, loyiha yo'nalishlarida o'shanda qatnashib barqaror rivojlanish uchun eng yaxshi ixtiro nominatsiyasida g'oliblikni qo'lga kiritdik va rivojlangan davlatlarga 120 kungacha bo'lgan muddatga xorijiy stajirovka yo'llanmasini qo'lga kiritdik. Davlat tomonidan to'liq moliyalashtiriladi. Bu narsa o'sha o'zimizda oyliklar saqlangan holatda. O'sha bo'yicha bugun Innovatsion rivojlanish agentligimiz, Yoshlar akademiyamiz bugungi kunda texnologiyalarni, muhandislik texnologiyalarini yuragi hisoblangan Silikon vodiysiga, Massachusets texnologiyalar instituti, Stenford universitetlariga o'sha muhandis kadrlarimizni malaka oshirishga yuborish bo'yicha kelishuvga erishib kelishibdi. Endi xudo xolasa o'sha yoqqa bormoqchi bo'lib turibmiz. Hali u yoqqa borsak yana yangi ma'lumotlar bilan aytib beraman. Mana oxir paytlarda sizni o'sha litiy-ion batareykalari bo'yicha ham ishlanmalaringiz borda. Aynan nafaqat litiy-ion batareykalar, o'sha litiy bilan o'sha energiya saqlovchi anaqa vositalarni tadqiqotlar bilan shug'ullanayotganingiz, o'sha bo'yicha ham qisman aytib bersangiz. Bu bo'yicha qanday bo'ldi? Mana boya aytib o'tdim. Shu paytgacha bizda elektr energiyasi issiqlik elektr stansiyalari hissasiga to'g'ri kelardi. Endi asta-asta qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o'ta boshlayapmiz. Quyosh elektr stansiyalari, shamol elektr stansiyalari, ular juda zo'r. O'zbekiston 300 kungacha quyoshli mamlakat. Quyosh batareykalari nuqtai nazaridan mamlakatimiz zo'r, lekin bitta muammo bor. Nima muammo? Kunduz kuni quyoshimizdan yig'ilgan elektr energiyasini kechqurun biz foydalanishimiz kerak. Uning uchun bizga nima kerak? Energiya saqlovchi, elektr energiyasi saqlovchi tizimlar kerak. Oddiy tilda aytganda, akkumulyatorlar, batareykalar kerak. Tadqiqotlarda esingizda bo'lsa, biz studentlik paytimizda endi Nokia telefonlar chiqqan paytda telefonlar batareyasi juda ham slabiy bo'lardi, pastda o'tirib qolardi. Telefon yangilansa, telefon batareyasi o'tirib qolaverardi. Hozirgi telefonlar, hozirgi o'sha avtomobillar harakatlanadigan holatga kelyapti. Bemalol elektromobillar, elektr avtobuslar. Demak, biz energiya saqlash nuqtai nazaridan katta yutuqlarga erishdik. Yutuqlar haqida gapirsam, energiya saqlash tizimlarining eng yaxshisi ko'rinyapti tadqiqotlarda litiy-ion hujayralari ekan. Litiy-ion hujayralar, litiy yengil metal, elektrod potensial nuqtai nazaridan potensiallar farqi bilan katta energiya saqlash mumkin, elektr energiyasi saqlash mumkin. Shu nuqtai nazardan bugungi kundagi eng yaxshi elektr saqlash tizimlari katod materiali litiy-ion bo'lgan katod materialli batareykalar bo'lib, o'shaning uchun litiy-ion batareykalar degan atama kirib keldi. Bugungi kundagi BYD deymizmi, elektromobillar deymizmi, elektron qurilmalarimiz hammasida litiy-ion batareykalar bor. Demak, bu narsa nimaga olib kelyapti? Bu narsa litiyga bo'lgan talabni oshishiga olib kelyapti. Chunki elektr saqlash tizimlari bizga kerak. Litiyga bo'lgan talabni ko'payishi litiyning narxini qimmatlashiga olib kelyapti. Litiy o'zi tabiatda kam tarqalgan emas, lekin boshqa metallardan farqli ravishda yuqori konsentratsiyali rudalari juda kam uchraydi. O'zbekistonda yo'q emas, lekin Shovvozsoyda spodumen zaxiralari topildi, katta miqdorda Bo'stonliq tumanlarida. Manbalar bo'yicha men o'qigan adabiyotlarim bo'yicha aytaman, eng katta litiy zaxiralari Afg'onistonda ekan. Hozirgi kunda Chili, Boliviyada katta zaxiralari bor. Chili, Boliviyada
qanaqa zaxiralar ko'rinishda, ular bizni Orol dengizimizga o'xshagan qurib qolgan ko'llar bor. Qurigan ko'llar. Suvni tarkibida litiy bor. Kichkina konsentratsiyada litiyni suvda eruvchi tuzlar shaklda. Endi u ko'llar qurigandan keyin uni tuzini tarkibida litiyni miqdori o'z-o'zidan nima bo'ladi? Oshib ketadi. O'shandan litiyni ajratish texnologiyasi nisbatan yengillashadi. O'shaning uchun eng arzon litiy ishlab chiqaradigan davlatlar bu Chili, Boliviyalar ekan. Chili, Boliviyalarda qurigan ko'llardan olinar ekan. Endi adabiyotlarda o'rganib chiqsam, O'zbekistonda o'sha narsa ham O'zbekistonda ham qurigan katta ko'limiz bor, Orol dengizimiz. Litiy ajratib olish mumkin. Uni ichiga kiraverganimizdan keyin o'qiyapman, Afg'onistonda Saudiya neftini moliya jihatdan miqdoriga teng bo'lgan miqdordagi litiy zaxiralari bor. O'rta Osiyoda, Afg'onistonda degan ma'lumotlar chiqyapti. Afg'onistonda katta litiy zaxiralari bor. Demak, o'z-o'zidan litiyni markazi Chilidan, Boliviyadan Afg'onistonga ko'chish kutilyapti. O'sha bekordan xitoyliklar Afg'onistonga yopirilib kirmayapti. Endi o'z-o'zidan nafaqat Afg'onistonga, O'zbekistonda ham katta litiy zaxiralarimiz bor. O'shaning uchun prezidentimiz topshirig'i bilan texnologik metallar kombinati, Olmaliq metallurg kombinatidan alohida ajratib chiqdi va unga aynan texnologik muhandislik sohasidagi metallarga ixtisoslashgan kombinat ochildi, yo'lga qo'yildi. Bekordan C5+1 formatidagi O'rta Osiyo Amerika uchrashuvida ham Trump bekorga aytmayapti. O'zbekistonning nodir metallari, bizda nodir metallarimiz bor. Lekin o'sha biz nodir metalllarimizni endi qazib chiqarishimiz kerak, ekstraksiya qilishimiz kerak. Uning uchun bizga mutaxassis kadrlar kerak. O'sha bo'yicha o'qishimiz kerak. Endi boyagi litiy batareyalariga qaytadigan bo'lsak, litiy batareyalari katta masshtabda ishlatilyaptimi? O'z-o'zidan ular nima holatga, yaroqsiz holatga kelgandan keyin chiqindi holatiga tashlanadi. Oddiy chiqindi deylik, qog'ozdir, boshqa ko'rinishdagi chiqindidir, u xavfsiz chiqindi. Lekin litiy ion batareyasini ahamiyat bergan bo'lsangiz, har qanaqa batareyani ustiga musorga tashlash mumkin emas degan belgi turadi. Nimaga musorga tashlash mumkin emas? Buni sababi bu oddiy chiqindidan farqli ravishda, masalan, telefoningizni batareyasi o'lsin, umuman telefoningiz yoqolmaydigan holatga kelsin, uni katod anod materiali bir-biriga kontakt bo'ladigan bo'lsa, unda portlash, yong'in chiqish yuzaga kelishi mumkin. Shu nuqtai nazardan u xavfli, ya'ni poligonlarni yoqib yuborishi mumkin. Bundan tashqari bitta oddiy telefonni ishdan chiqqan batareyasi 20 metr kvadrat maydonni og'ir metal bilan ifloslantirib qo'yishi mumkin ekan. Shu nuqtai nazardan bizga elektromobillar importiga batareyalarni utilizatsiya yig'imi qo'shib qo'yishdi. Shu bilan birga batareyalarni tarkibida ruda tarkibidan yoki sho'rlangan suv tarkibidan ajratishimiz mumkin bo'lgan litiyni miqdori bunda bir necha 10 barobarga yuqori. Demak, nafaqat bu xavfli chiqindi, balki qimmatli resurs manbaida. Biz ertaga bugun foydalanilayotgan, bugun minib yurgan BYD mashinalarimizda batareyalar adxod holatiga keladi, chiqindi holatiga keladi. Endi u chiqindini masshtabni biz ishlamasak, xitoyliklar olib ketadi, o'zida qayta ishlab, yana bizga boshqatdan batareya holatida qaytadan sotadi. Biz uni o'zimiz metallini ajratishda o'rganadigan bo'lsak, biz o'zimiz chiqindidan qo'shilgan qiymatdagi mahsulot olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu ham ilm, bu ham innovatsiya. Buning uchun ham ishlashimiz kerak. To'g'ri, mana yana ham bir jamoatchilik uchun qiziqroq bo'lish yoki yoshlarimiz uchun qiziqroq bo'lish uchun aytsangiz bo'lar ekan, shu paytgacha qanaqa loyihalarda ishlagansiz, asosan moliyaga tegishli bo'lgan taraflarni aytsangiz, qanaqa grantlar yutilgan, u summalar qanaqa bo'lgan? Bugungi kungacha davlat loyihalari bilan birga, davlat loyihalarida, ya'ni Innovatsion rivojlanish agentligini tomonidan olimlarga beriladigan loyihalardan boyagi aytgan startap loyihamiz 735 million so'm bilan moliyalashtirilib, ishlab chiqarish kichik korxonasi yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari kumush nanozaralarini gal kislotasi bilan sintez qilish bo'yicha amaliy loyihamiz moliyalashtirilgan. U ham katta bir necha 100 million summalarda
undan tashqari yaqinda moliyalashtirilgan loyihamiz bor. O'zbekiston Turkiya qo'shma loyihamiz 2 milliard 400 million so'm mablag' bilan moliyalashtirildi. Bu qanaqa loyiha? Oziq-ovqat mevalarimizni ustini qoplama, edible coating deydi. Ya'ni edible coating iste'mol qilish mumkin bo'lgan qoplamalar. Mevalarimizni saqlash muddatini uzaytirishga qaratilgan oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash muddatini uzaytirishga qaratilgan loyiha. Polimer pokritiyalar bilan, polimer qoplamalar bilan biz zararsiz polimer qoplamalar. Bugungi kunda zararli pokritiyalar ko'p. Parafin bilan qiladi, har xil mumlar bilan qiladi. Xuddi shuni yangi innovatsion tizimini turk olimlari bilan hamkorlikda qilishni boshlayapmiz. Xudo xolasa endi boshlangan loyihamiz. Bundan tashqari xususiy sektor bilan, O'zbekistonda yirik ishlab chiqarish korxonalari, yirik kompaniyalari bilan, masalan, Enter Engineering kompaniyasi bilan do'stlarimiz bor. Bu bo'yicha hali aytib beraman. Islom aka, vaqtimiz ham biroz bo'lib qolibdi. Bu mavzuda siz bilan qancha gaplashsak ham tugamaydi. Sababi oxirgi bir yildan beri necha marta ko'rishgan bo'lsak, bir 2 soatdan kam gaplashmadik. Shunday. Bu safargi suhbatimizni videoga yozib qo'yaylik dedik. Bu YouTube'da biroz muddat saqlanib turadi. Kimga manfaatli bo'lsa ko'ra olaveradi. Bundan tashqari, xudo xolasa, bunaqa suhbatlarimizni siz bilan, boshqa olim do'stlarimiz bilan yana ham ko'p davom ettiramiz. Agar tilaklaringiz, fikrlaringiz bo'lsa. Fikrlarim shu olimlarimizni, biz endi yosh olim, yirik ustozlarimiz bor. Masalan, o'sha kimyo texnologiya institutida polimerlar kimyosi, birinchi aytay, polimerlar kimyosi fizikasi institutida men o'zimni ilmga kirib kelishimga sabab bo'lgan tashkilot. Polimerlar kimyosi fizikasi institutida, O'zbekiston Milliy universitetida, kimyo fakultetida, kimyo texnologiya Yangi yer filiali, Toshkent davlat transport universitetini avtomobil yo'llari muhandisligini professor ustozlarimiz bor. O'sha insonlarni xalqimiz tanisa, keyin farzandini olim qilaman, farzandimni voyenniy qilaman emas, farzandimni masalan ularni ham yomon demayman. Ular hamma narsa kerak. Hammasi kerak, lekin bir qism, bir guruh ota-onalar ham shakllanishi kerakki, farzandimni xalqim uchun olim sifatida shakllantiraman degan. Bugungi kunda olimlarimiz nafaqat ilmiy tadqiqot institutlariga kerak, balki harbiy sohada olimlarimiz kerak. Shunday. Farmatsevtika sohasi, tibbiyot sohasi, qishloq xo'jaligi, hamma sohada olimlarimiz kerak. Shunday, oziq-ovqat. Shunaqa. Islom aka, kattaga rahmat vaqt ajratib kelganingiz uchun. Nasib bunaqa suhbatlarimizni ko'pga davom ettiramiz. Yana boshqa olim do'stlarimizni ham chaqirib davom ettiramiz. Bu suhbatlarimiz nasib qilsa oxirgisi emas. Katta rahmat. Salomat bo'ling.